Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun Ilhom Qahhorov o'qing faqat yig'lamang asaridan bir hikoyani o'qiymiz. Inshaalloh ushbu hikoya sizga menga foydali bo'ladi degan umiddaman. Befarqlikning jazosi. Taksi haydovchisi yo'l chetida qo'l silkigan erkakni ko'rib sevindi. Tezgina uning qarshisiga borib to'xtadi. Erkak taksiga o'tirdi va xavotir bilan gapira boshladi. "Iltimos, tezroq yuring, shu orada ko'chada." Taksi haydovchisi biror odamni olishni o'ylagandi. Mijozning gapini eshitib yuragi xijil bo'ldi. Xudo saqlasin, juda qo'rqinchli holat. Bir odamni 4 joydan pichoqlabdilar. Hozir tanasidagi qon butkul oqib ketib, o'lib qolishi mumkin. Birov yordam bermaydi. Hamma to'planib olib tomosha qilyapti. Qanchalik hissiz, shafqatsiz olomonga aylandik. Yordamga muhtoj, joni uzilayotgan odamni tomosha qilib turishibdi. Haydovchining yuragi siqildi. Mashinamga qon oqadi. Yo'lovchi davom etardi. Hozir 2 ta mashina yaradorni olmadi. Ishongim kelmayapti-ya. Bir insonni qon tugab jon beryapti, ular rahm qilmaydi. Oldimizdan gazni bosib o'tib ketdi. Mana keldik. Yarador shu odamlar to'plangan joyda taksi haydovchisi. "Qani siz yaradorni olib keling, men mashinamni uning oldiga olib boraman. Vaqt yo'qota olmaylik" dedi. Yo'lovchi mashinadan tushdi va to'planganlar orasiga kirib, "Yo'l bering, taksi keldi" deb baqirdi. Ammo yaradorning yoniga borib ulgurmasdan mashinaning uzoqlashgan ovozini eshitib, ortiga o'girildi. Raqami ko'rinmasin deb orqa chiroqlarini yoqmay taksini tezlik bilan uzoqlashayotganini ko'rdi. Erkakning yuragi ezilib, yig'lamsirab ovozda: "Yo Rabbim, nima bo'ldi bizlarga?" deya yerga umidsiz cho'kkaladi. Taksi haydovchisi peshondan orqaga so'nggi bor qaradi. Baqir-chaqirlardan jahli chiqdi. "Menga nima? Qonga belanib yotgan yaradorni ol, mashinani bulg'a. Boshqa taksi yo'qmi? Topilib qolar mendan boshqasi." Shu payt qo'l silkib to'xtash ishorasini bergan mijozni ko'rib xayollarini yig'ishtirdi. Mijoz degani shunaqa, kutilmaganda yo'lingdan chiqib qoladi, deya boyagi tumonat odamni ham, pichoqlanib o'lim yoqasida yotgan yaradorni ham unutdi. Taksi haydovchisi o'sha kecha bir muddat ishlab uyining yo'lini tutdi. Yaxshigina pul topib xotirjam uyiga kirib kelayotganida eshik oldida o'zini kutib turganlarga ko'zi tushdi. Xavotirlandi. Mashinasini garajga qo'yib, so'ngra vaziyatni bilmoqchi edi. Bir qo'shnisini to'xtatdi uni. "Mashinani joylashtirmay tur, balki kerak bo'lib qolar." Hayron bo'lib mashinadan tushdi. Eshik oldida yig'layotgan xotini va bolalari yaqinlashdi. "Nima bo'ldi?" Xotini yig'langancha bo'ynini osildi. "Ukangiz vafot etdi." "Akam? Nega?" "Pichoqlab ketishibdi, ko'p qon yo'qotib halok bo'libdi." Taksi haydovchisi vahima bilan ovozni balandlatdi. "Qayerda, qachon?" Xotinining javobini eshitib yerga cho'kkalab qoldi. Ko'z oldida mashina farlarini o'chirib qochgan ko'chasi va to'planib turgan tumonat tomoshabin o'tdi. Tumonat ichida qonga belanib yotgan, o'ziga mustark tikilib turgan ukasi ko'rindi-yu, qisqa soniyalar ichida ukasi bilan birga o'tkazgan yillari ko'z oldidan o'tdi. Ukasini ko'tarib o'ynagani-yu, uni ilk bor o'ynatgani, suvga yugurishga o'rgatganlari, uyga yig'lab kelsa, ukasi bilan birga ko'chaga chiqib himoya qilgani, ukasining xursand bo'lib, "Men sizdan himoyachim borligi qanday yaxshi-ya, akajon, siz meni doim himoya qilasiz, meni hech qachon tashlab qo'ymaysiz" degan bashoratomuz gaplari esiga tushib, ko'zlaridan yosh tirqirab otilib chiqib, yuragi ezildi. Past ovozda: "Kechir meni ukajonim, kechir" deb madorsiz yiqildi-yu, hushidan ketdi. Azizlar, bir-birimizga befarq bo'lmaylik. Ko'chadagi yordamga muhtoj begona ham kimningdir ota-onasi, farzandi, akasi yoki ukasi, jigari, yaxshilik qilishga oshiqaylik. Inshaalloh ushbu hikoya sizga, menga foydali bo'lgan degan umiddaman. Eshitganingiz uchun rahmat.